Nami Gün başqacha bugun la'natam Nami Gün başqacha bugun la'natam Biz yaş vaxtımdan bəzi yürübünüz şunlar bolar idi. Şimdi 100 so'mdan satar edik. Oğlumdan maşin olsa pul veremem. Zuksuz yazğanımız boğan toylarını, biron toylarını. Soğuktu vaxtda sim bolar edik mi sizler? Sim sürə bilərdik, köçədə bolar edik ya. Otlu nələri var ki, tiyləri. Başıma ilişki kaladıdan sim çık getədi, sim ütülərdidən zapsız getiverdi. Brown toyu gitti. Gitti bir otoy. Karıqşam gitti. Yok bunu işletərək, bundan filmini tapqanmız şu vaxtda. Bir resimxanada 4 bala işin olmasa, zor işləyən ballarını məsələn kluba gitarını geçti. Siz okudunuz, ali malumatlısınız. Diplomunuza bağlı iş ettirganınız yok azı. Lakin şundan okuş gerek ettirsiniz. Boğaz aytib beramen sekretini. Evet, evet. O yüzden faxrlanıb çünki ufamı maşını yük çıxan var. Ufamı turaman, yine maşını yoman, yataman, yine var maşını yoman, şimdi mi oldu? Keyin şunu alıp gelemenden gündüzü Gülenki'ye gelin ki onu yakına mindirəmən maşına. Keyin hem drone uçuraman, hem geçti resmi sürəmən. Uyumda mı o vaxta? O vaxta bunun nəsə yok, bazar satardı. Ekkelip satardı, keyin ben işki mənlə koyamam maşını, zapas gidirlə geçti alıp ketədi uyumdan. Aha yaşımlı deyin günün boşa girin. Yaşımlı deyin işçi buladı özü. Ben axamam özünə dükanına işləb girib bitdi. Yine mesela məni az aytarlar həcbaz tətbiqinsiz doğru gələm. Mesela kızlar bilen video koyaman görəsiniz. Hər xil video işləmən, cilə şirkət video işləmən. Mən bundan sonra evdən çıxıb otursam bizə gəpimizə qulaq salıb bir son bərgin çıxar. Gentriya Nexia 3. Fələkini gərdikcə bilən düşündüm o getdi. İşte yürüyüş getdi. 4 maşın, 6 maşın, 10 maşın biterdi denk. Hazır 700 tane maşınımız var Allah aşkına. 700 maşın. Digil qalmışı 700 deyəmi? Nami Gün başqacha bugun la'natam Assalomu alaykum. Nami Görün YouTube kanalını kuzatuvchilari, bugungi ko'rsatuvimiz yana start olyapti. Bugungi mehmonimiz Qo'shshofir Avto Savdo. Yaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Amasa keldingizmi? Rahmat. Salomatmisiz? Zo'r, o'z yaxshimisiz? Zo'r. Dim kamtar inson endi lekin aytadi ishlari miya sig'min ketadi. Og'a sog'liqlanchik. Sog'lik yomon emas, xudo shukr. Hammasi zo'r. Zo'r. O'zi ertang syomka bo'lishi kerak edi. Ertang Toshkentga ketib qotar ekanlar. Aytsa bo'ladimi? Hop, bemalol. Toshkentga ketib qotar ekanlar. Shuning uchun bugun срочный men sal mazam yo'q edi, lekin shundan ham dori-porlan ichib keldim. Syomka boshlanyapti. Toshkentga ertangdan o'qib. Xudo xolasa Toshkentdan endi ishimiz sekreti zali yo'q. Sekret yo'q hozirgi zamonda. Malibu yurib turibmiz. Hozir baholarni sal buni o'ynataman degan bir nalarim bor mening, pintlarim bilasizmi? Shuning uchun bu yoqdan trailer mashina yuribmiz. Ertaga bir trailerimiz chiqishi kerak. Bir kun shuni borib, ish mashinlarimiz chiqdi deb yana syomka ketib qaytamaslar zabradi. Syomka uchun bor ketdi. Syomka uchun bor kerak. Malibu 2 endi ular. 5 tane Malibu 2 tane Cherry, 1 tane Equinox. Ular ya sindirib beradigan baholada qo'yacaksiniz. Dim zo'r bahola qo'yamiz, xudo xolasa. O'zi boshdan bir ya'ni gaplashib kelsak ham, uni aytib yana darrov maqsadda ham birdan pika chiqib noldan gaplashib keladi og'a. Menda bir savol bor. Короче, hamma o'zini xarakteridan kelib chiqib biznes ochadi. Meni xayolimda, shunda men og'amam, o'zi ko'p giyinar edi. Shuning uchun giyimdan shibini ochdi. Sen kichkina vaqtingizdan shu mashina qiziqqansiz shunda? Yo'q. Ya uning bo'lmagan qiziqish. Yo'q, men mashinada qiziqishlar ne bo'lmagan. Men uning pulim bo'lmagan. Mashin men degan fikrim bo'lmagan men. Shuning uchun to'g'ri aytasiz. Ota-boladan ham boylikdan endi narsa emas. Yo'q. Endi Allohning bergani sog'ligimiz bo'lgan. Lekin ne bo'lmagan. Mashin minamizda o'ylamaganmiz. Nechik bo'lgan og'a bir boshdan ozgina bizlarga tushuntirib bering, nechik bo'ldi? Biz чувствовать etmay qoldik. Biridan Qo'shyo'proqda chiqdi. Yani ishladik-ku reklama. O'sha reklama ishlayotgan vaqtimiz men donidim. Qo'shyo'proqda savdoni unlarda bir eshitgan edim. Keyin birdan bir narsa bo'lib ketdi, birdan bir narsa bo'lib boshqa bo'lib ketdi-da. Bir ozgina bir boshidan bir ozgina tushuntirib bersangiz. Boshimdan minimdan o'zi hammani bir o'zini bir talenti, mana shunday bir narsasi yoshlikdan talentdan shunga qarab ketadigan bir narsasi bo'ladi o'xshaydi-da. Biz yosh vaqtimdan o'zi yurib chundar bo'lar edi. Chundar bilasizki, yapsadan. Shuni 100 so'mdan satar edik. Bu vaqtda adashmasam 4-sinfmi, 3-sinf vaqtlarimizda ana shu narsa satardik boshdagi vaqtimiz. Keyin undan keyin ishlatdik. Keyin ne sattık? Xaruz satar edim dükanlar nerede eldiren bu
Detski bansa baradi biz yanda. Detski bansani rap park koyardim. O'shanda kasal görmekka boradilar-ku. Allah Allah. Hava şöyle borganlar havuz alıp giradi-da, şöyle havuz sattık. Endi Dumnoldan gapirmanda. Oo. Keyin endi Vahabo deganlar boradi biz yan tarafda. Vahabolar endi hurmat qilamiz. Dum güçlü adamlar, Qo'shyo'pning dalq adamlar. Shu odamlarning uyida ishlar edik biz avval. Qo'shyo'pda ko'pchilik bolalar ishlardi. O'yinda hammamiz borardik. Kunda 3 ming so'mmi, 4 ming so'm shundan pul oladi-da. Balxonalarni tozaladik, boshqa qildik. Şöyle yurib, keyin uyda ishladik. Keyin yana boshlatdik. Keyin ish qilib, mol boqib satdik, sut satdik, boshqa qildik. Shunday qilib, ozgina tadbirkorlikka nisbatan mehr paydo bo'ldi. Pul deb aytish mumkin. Pul topasing keladi-da u bolani. Optamashdi shu vaqtda shu biznes aytib turib ozgina bo'lsa. Endi o'pitashni deganda bunday tushunsa bo'ladi-da, o'pitni ham momang oshib boraveradi. O'pitni oshmaydi ekan u. Shu yiqilaverasan. Hozir endi bir menimcha hozir ozgina ashtirasak bo'lar. Bu vaqtda o'pit emas u. Keyin nega keldik? Vahabolarda ishlar edik. Vahabolarda ishladik, bo'ldi keyin yerdan. Bu yerdan endi qiziq-qiziqgan joylar bilan borib ishlar edikda. Shundan deb yangi ishga nisbatan, pul ishlashga nisbatan sal nima bo'ladi, mehr bo'ladi odamda. Shunisi ham boshidan menimcha bolada bo'lishi kerak. Hozir o'zimni o'g'limdan mashina yursa pul beraman. Mashina yursa, mashina yurdiraman, mashina yursa pul beraman. Ozgina tadbirkor. Hozir xudo xolasa 6 yoshda. 6 yoshda. Davom etamiz. Keyin bu bo'ldi. Keyin rasmchilik narsani o'rgandik. Biza namiz bor edi. Bir dala mashinamiz bor edi. Mashinada ikkimiz tasvir ko'rdik. Uning nerdan? Vazikda mashina bo'ladi. Rossiyskiy bilsangizlar, orqasidan butkala bo'lar edi. Men butkada turardim. Klientlar to'xtashak vaqtda signal basardim-da. Akam yedaradi. Masalan, ko'shga bir o'rtaya, ko'shga bir yana bir yer. Ashulaga ketchakda knopkani bosaman, to'xtaydi, pulnak qalaman. Taxminan 7-sinf, 8-sinf vaqtlarim bo'lishi kerak. Shunda taksichilikdan keyin yangi mashinamizni Beruniya satdik. Endi yodimda yo'q doğrusu necha so'm satganman. Shu vaqtda Beruniya satganda shu mashinamizga barteratib nima berganlar, kamera berganlar. Kamera olmoqchisiz. Hitachidan kamera olmoqchimiz. Shu vaqtda endi Hitachidan kamera bo'lar edi. Qo'shko'prida o'zi bir dana odamlar bor edi kamera, keyin shu bilan biz kamera olib borganmiz. Dan kamerasiz boshlaganmiz to'ylarda. Yosh bolamiz undan ko'p nelar bo'lgan, masalan, zuksiz yozganimiz bo'lgan to'ylarni, biron to'ylarini. So'qti vaqtda sim bo'lar edi-ku bilsangizlar. Sim surib berardi, ko'chada bo'lar edi, ya o'tni nalari bor-ku, uning tilari. Boshqa ilishib qoladidan sim chiqib ketadi, sim utiladidan zapsiz ketaveradi. Biron to'yi ketdi. Ketdi biron to'y. Qarg'isham ketdi. Yo'q, buni shetarlik, buni filmdan topganmiz shu vaqtda. O'zlarimiz o'tirib ovoz berar edik. Azizcha. Zo'r yeri buni novdan turganini bilmaysan. Masalan, ushtirdimi, ijnatamizdan yangi kamera qo'yiladi, montaj beriladi. Bu 2 yosh baxtli o'g'ayda bo'lib beramiz. U nima dedi bu? Hech kim bilmaydi. Keyin odam hayron ko'rib o'tirgan. Shuni nima dedimmi? Shu. Piyallar, men dedim, nima deydi? Men bilmagan ekan dedi. Uyini olib borib, qo'yib bersa, tez orada men og'zim boshqacha chiqadi ekan. Deydi, o'tiramiz. Endi hepimiz baxtli desam. Avvalla shunday, kasetasi 10 ming so'm, 5 ming so'm shunday atrofida olib borib, qo'yib berib, keyin topshirib pul olinadi. Barixon. Shart tursiz. Nima kiringdim zo'r ketib turibdi. Qachon chiqadi o'zi? Buni-ku YouTube'da ko'rsa bo'ladi, don bedolsiz. Shart tursiz. Biz prямой efirga chiqishimiz kerak-ku hozir. Xo'p, yodimdan chiqib ketdi og'am. Kim kelamas desa. Tez bo'ling. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa hozir Uzoka bilan 5-10 minutdan keyin sizlarga prямой efirda aloqa qilamiz. Bunga asoslan azlatib nima yuringlar. Shundan timdan Qo'shko'prida bir 3-4 ta to'y hammasi rasmchiligini oldim. Hammasi rasmchiligini oldim. Gaplashamiz kichkina vaqtdan. Yo'q, boshladim undan bo'lmayman. Ha, nima emas. Keyin ishingni aytganingizdan keyin asosan chechenlashtirib beradi hayotni o'zi. Tarbiyali edi. Keyin rasmchiligini to'yxonaga kelishib olganman. Dan shunda rasmchilik etardim. Geçti günde mesela bolalar bir resimxonada 4 bola ishidan bo'lsa, zo'r ishlagan bolalarni masalan klubga kitardim geçti. Klub aylantirmoqqa. Endi ish yuritish kerak. Axir nima kerak? Bolalarga motivatsiya berish kerak. Bo'lmasa kuruzdan tursa yakmaydi axir ular. Yosh vaqtda hamma qiziqadi narsalarga. Shuni aytib, rasmchilikdan ishlab birinchi namni solganman. Hozir mo'yka texlarim bor meni. Niyat yanında o'zim nelarimiz salamat, netaman. O'zim mashinamni shu yerda taxlayman. Yaxshi ko'raman yerimni. Chunki dim qattiq beni aytib uxlamayman. Kechasi bilan ko'zimizni narsam pasagan men. Detailing bo'lib yurdi. Bo'ldi.
To'ylarni montaj etardik. Kompyuterga qarab o'tirib, gözümüz reysam pasayib ketgan. Shu gözümüz reylari ketib salingan yerdi u. Shuning uchun hozir buzib tashlab salsam bo'ladi, lekin Do'st qilmaydi. Ava. Chunki pishgan karbishi amallab taxta qo'yib, boshqa qo'yib salingan narsa-da u. O'z-o'ziga so'raladi. Ava. Yetadi. Keyin uni sho'rni ochib berdik, keyin u yerdan do'kon ochdim. Do'kon ochib, do'konni yuritib boshladik. Keyin nechikdir bo'ldidan joyim bor edi menda. Men o'zi narxozni bitirganman. Buxgalteriya auditini bitirganman. O'qishni bitirgandan keyin налог ishga girdim. 1,5 yil soliqda ishladim. Bu yerda ham yaxshi, Xudoga shukr, soliqda ishlab ham nima deydi, ko'p donishib bilish orttirdim. O'qish ham kerak. Oliy ma'lumotli bo'lish o'ta kerak. Shunda odam gaplashishni, birov bilan muomala qilishni, tarbiyani o'rganar ekanda. O'qisa, ish qilib, menimcha o'qimagandan o'qigan ko'p yaxshi. Hozir gapingizni bo'ldim. Shu o'rinda siz o'qidingiz, oliy ma'lumotlisiz, diplomingizga bog'liq ishlab turganingiz yo'q hozir, lekin shuni ham o'qish kerak deb tursiz. Hozir aytib beraman sekretini. Tamam. Endi hali uni menimcha menlarninki davlat idorasida ishlagan hech kim aytmagan o ishni. 2010-yilda girdim, 2014da bitirdim. 14da sразу налогga ishga girdim-da. Налогda ishlab yuribman. Xullas mahalliy, ya'ni uchastkuyat qo'ydilar menda. Engilikda uchastkuyat qo'ydilar. Uchastkoyda ya'ni borasiz, pul undirib berishsa, o'ylana. Ya'ni mahalliy soliqni to'la, do'konning налогini to'la, shunday. Hammaga endi налогda ne beriladi? Masalan, shu vaqtda 1 million so'm gullik beriladi, 1 million so'm topishing kerak. Mahalliylar undirishing kerak. Keyin velosipedim bor edi. Velosipedim mening velosipedim bor edi. Velosipedga ketaradim. Don 1 million emas 2 million ishlaradim. Chunki yalatdan men edi, rasmchiman, to'y kamerachiman-ku, kamerachiman ekan, men to'yni so'g'amiz. U yaladilar, kameradan edilar. Keyin berar edi. Xullas 2 million ishlaradim. Don 1 million so'mini ko'p bermasadim idoraga. Keyingi oy berar edi. Yo'q. Ertangisi kuni rasmchilikka kameraga chiqaradim. Formani ichaman. Tushundingizmi? Men kamerasiga chiqaman. Daha shuni aytib, kamerasiga taraman. Ishim o'zi mumkin emas. Soliq ishini davlat ishida ishlagan odam tadbirkorlikka aralashishi umuman mumkin emas. Endi hozir meni yilim o'tib ketdi. Men uchun hech qanday o'rgatmayman. Qo'rqmay turaman hozir. Keyin shuni aytib rasmchilikka taradim. Dan keyin Nukusni bitirdim-ku. Nukusni bitirdim. Nima bo'ladi? Nukusdan yoki men bilan o'qiganlar, mendan keyin o'qiganlar bor axir. Shular qatnashish uchun mashina kerak bo'ladigan bo'ldi, taksi. Dur derimdan 8 millionmi, 7 million so'm pul yig'nadim shu vaqtda. Keyin налогda ishlab yurgan vaqtimda menga Xalqchon qishlog'idagi og'amizning bir ko'li bor edi. Ko'limdan ne geldi? Ya'ni imtiyozli kredit narsa geldi. Kredit narsa tushunmayman. O'zi kredit narsani hech kim tavsiya bermayman, to'g'risi. Lekin endi men o'zim shuni aytib boshlaganman. Keyin kreditini shu vaqtdagi 20 millionmi taxminan shuning atrofida kredit berdi. Yilida 9%dan. Qancha yil nima? 2015 o'xshaydi. Налогda ishlab yurgan vaqtim bor. Keyin Nexia'ni oldim. Yaqin kreditini pulini oldim. Dan o'sha yerda o'zim yurgan uchastkanda bir Nexia bor edi, shuni oldim. Endi bir so'm yo'q bolaga u Nexia minish olmaydi. U katta gapda, u yo'q bir urushda bor bir nengkani-da u. Ovozingdan faxrlanib, chunki uxlamay mashina yurib chiqqanman. Uxlamay turaman, yana mashina yuvaman, yotaman, yana bir mashina yuvaman, shunday bo'ldi. Keyin mashinani oldi o'tirdimdan taksi ham urib boshladim Nukusga. Ya'ni bolalarni ikkalingiz. Bolalarni. Endi shu o'rni o'zida soliqdan ishlab tursiz, kamerachilik ham qilib tursiz, taksi ham urib tursiz. Taksi ham urib turibman. Bo'ldi. Keyin nechik bo'ldi? Soliqda ishlab yurgan vaqtda joy o'rnim bor edi meni. Uyim katta edi, 43 sotkami, 44 sotk edi. Endi uncha katta yer menga kerakmi dedi. Ishlagan pulim bo'ldi, lekin birinchi kreditimni ildim. Birinchi topgan pulimga kreditni ilaverdim. Kreditni ilib turdimdan uyimni yonini sotdim doğrusu. Chunki katta yer kerakmi dedi. Men uni yerda yashashali, uni nima emas edim. Kerakmi dedi menga, chunki pul zarurligidan sotganingiz yo'q. Prosta yatgan uchun sotdingiz. Endi pul ham bo'lmagan doğrusu. Endi uni zarur bo'lgani uchun sotdim. Yo'q, zarur bo'lmagan. Endi sotganman, tavakkal qilib ishni krediga sotganman. Sattım keyin endi $10,000 pul ushak ko'rdim. $10,000 ham pulni ushak ko'rmayapman doğrusu. Birinchi marta ushak ko'rdim, shatarim bilmayman, 4 yil tashlab yotibman shuni. Bu o'g'rigaman deyman. Uxlaridan pul bilan turgan pul bilan. Keyin shu kuni dim tavakkalchiman. Hech narsani shu xodim otanamdan
biz hazırla so'rayman, shu vaqtda men so'ramasadim. Lekin hech qachon bir yomon ish etgan emasman. Uyimdagilar menga ishongan, shuning uchun bir dim ko'p tergamaylar meni. Shu kun Toshkentga chiqib ketamandan 10 ming dollarga 12 ming dollar adashmasam Captiva olib kelaman. Vaqtlari Captiva desa yo'q. Keyin yo'q 10 ming dollarga Captiva olaman, 2 ming dollarga dron olaman shu vaqtda. Dron. Vaqtda zapret yo'q edi-dan drona. To'ylarda dron uchirish 100 dollar edi. Vaqtda zapret dronni shu vaqtda. Ha, vaqtda hali 1-2 odamlar bor edi. Keyin shuni olib kelamandan günduzi Gulenkiga Gelingiyoni yaqinga mindiraman mashina. Keyin ham dron uchiraman. Fotoapparat. Hem geçten resim uçuraman. Bir siz 3 sene suasiz. Hava. Bir to'yda Haqiqiy inan depemde Allah va bu şu haqiqiy bo'lgan voqea. Masalan, realni shuni o'sbet etganmiz. Geçesi bilan keyin to'ylar montaj etganmiz. Bu vaqtda Qo'shko'prida eng nomer 1 montajchi men bo'lganman. To'ylar montaj etaradim. Yangilik, kutilmagan narsa bo'ldi ishi. Men o'zim yaxshi keyin gaplashamiz. Humo degan studiyamiz bo'lgan. Hop. Hozir ham ko'pmiz, o'zlarimiz uchun ko'pmiz, lekin shu studiyamizda geçte to'ylar montaj etaradim. Keyin Captiva'ni Porsche'ni sindirdim bir to'ydan. Gaydan qochdim. Men Porsche'ni sindirdim, keyin sotadigan bo'ldim buni. Captiva'ni. Ava. Captiva'ni sotdim, Xankada dim yodimdan chiqarmay, Omonboy degan bola edi. Bozorga chiqdim, bozorda olib sotarlar, dolab tashladi meni. Dim qo'rqqandim olib sotarlardan. Keyin 10 ming oddiy nechaga ketdi? 10 mingga oldim, 10 mingga berdim. Yo'q, 10 ming emas. 10.800 dollara verdim. Lekin foydada. Endi bilmayman Nima bo'ldi. qolgan bunda? To'ylarga chiqib. Endi vaqtda o'sha biznesga o'rganganmiz, boshqatganmiz. Malibu berdilar menga. Malibu 1 berdi. Malibu 1 berdilar, ustiga 800 dollar pul berdi. Keyin endi 800 dollar birdan paydo keltirdi, uni pulni ushlab ko'rmagan odam hayajonlanib qoladi axir. Yosh bolaman hali. Keyin Malibu 1'ni oldimdan Malibu 1'ni endi adashmasam shu vaqtda 2000 dollar bilanmi, necha so'm foydasi bilan so'rab keldilar. Toza edi-da. Malibu'ni 2000 dollar foydasi bilan sotib berdim. Sho'rni o'zida. Yo'q, taxminan 1 oy chamasi, dim to'shlayapman deyapti. 2000 dollar foydasi bilan sotib berdim, qarasam zo'r. Yaqadi-ku, masalan, pulga tursa. Hov dedim, Durkan'a dedimdan, bunu şunda azgına pulum var edi. Nexia 3 mi? Ondan aldım. Nexia 3 aldım. Durmadan satadım buldum. Yaktırdı. Biznes. Ama bize yaktırdı. Bu vakti alıp satar diyen, maşa alıp satar diyen neden? Duman moda emas. Duman moda emas. Adamlar ne? Naq pul aladı, alıp tuttu, barıp tuttu. Keyin Nexia 3'te aldığımdan işkili. Buna benimce tahminlerimce faydaga sattım. Toşunun doğrusu veriyorum diyor. Bunu sattımdan alıp satarlığa nispeten ne payda oldu bende? Qiziqish. Mehr. Yani pul mehrini payda etadi axir. Assalomu alaykum. Studiya mikrofonlari qarshisida Omonboy Omonov. Sizlar bilan Namigurning keyingi soni Qo'shko'pir avtosavdo yoshulasi Jamoliddin Qurbonboyev bilan yo'rinlashamiz. Jamoliddin Qurbonboyev o'zi kim? Uni qanday bizneslari bor? U nimaga podkastimizga shapkada keldi? U bizlarni pisand bilmaydimi yo? Savollariga batafsil javob izlaymiz. Undan oldin men sizlarni Pari bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tashqaridagi muhit bilan bo'lishmoqchiman. U hozir ayollarga o'ta kerakli bo'lgan ma'lumot, ya'ni yoga sport turi bilan batafsil tushuntirib o'tadi. Marhamat, Pari efirda. Aloqadaman. Hammaga salom qizlar. Hozir men sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni berib o'tchakman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga aytib o'tgan professional yoga instruktori Dilaram Apga o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Raziyeva Dilaram, professional yoga instruktoriman. 8 yillik tajribaga ega. Bu ta'lim bo'yicha Hindistonda ta'lim olganman. Yogani yana boshqa turlari bilan shug'ullanasizmi? Yogani boshqa turlari ham bor. Men aqua yoga bilan ham shug'ullanaman. Bu basseynda o'tiladi. Basseynda mashqlar bajariladi. Bu sog'liq uchun yana dim foydali. Sog'lom ozishga yordam beradi. Yoga bilan shug'ullanish uchun ayollarning yoshi muhimmi? Yoga qatnashish uchun yosh muhim emas. 7 yoshdan 70 yoshgacha qatnashishingiz mumkin. Bu sog'liq uchun dim foydali. Yogaga kelish uchun 3 dona kerakli sabab ayting. Yoga sog'lom ozdiradi, limfalarni yurishtiradi, butun organizmni qayta tiklaydi, stress kamaytiradi. Hammaga katta rahmat, sizlarga yoqimli hordiq tilaymiz. Omonboyev, pryamoydamisiz? Pryamoydaman.
E'tiborunuz uchun rahmat. Hammangizga madaniy xordiq tilaymiz. Nami Guringni davomini indi ko'rishlaringiz mumkin. Şu sen ne tür reklamını arzulamadın? Şundan aslında o satışını başladım bazara. Bazara geldim bir de Şundan adamlar kim? Farkat diyemedim. Bir yap bulan. Dedi ki 2-3 bazar buldu görünürsen dedi. Davay maşin toplar dedi. Toplarken maşinden 500 milyon pul veremem dedi. Mesela maşin toplar köp ku satamadım. Yani coralarım köp. Oldu mu ettim. Şu bilen maşin sistem atacağım ben. Keyin bir iki maşin alıp satıp başladım. Adamlar iş alıp başladı. Bir tahminen kuruluşlarımı kurdum, dükkanlarımı açtım. Yani Şandaki dükkanı verdi. Kamerası vaxtdaki sağan dükkanlarımı şu maşinlerdə durup açıp verdim. Keyin şu vaxtda yine bir hem biznesdə boladı ondan sonra aytamadan lazım. Liboy biznesdə bu mesela işte blog geçirikiniz olsun. Hayatta Liboy adamda boladı ondan sonra. Benden buldu da. 100 milyon son pulum var idi. Bir koşkibirli bir bala var idi. Ahmak. Geldi Nexus 3'ünü, apasında Nexus 3'ünü bana 100 milyon sonra satadı. 100 milyon sonra satadı, 100 milyon pulum var, avtomat faydası bilen dıbarzdan satıp tutturan. Keyin yakında oyunda 30'adı. Bir nesede oyun var çıkan başla. İşgali bu adını bilmiyorum yoksa. Şimdi bir nesede oyunda 30'adı. Buradan giyişte gelip öyünü maşını mal satadı. Dan giyişte gelip zapas geldi. Buradan öyünden alıp getirdi maşını. Yo durun az uyini satadan maşına gider. Yok, maşını bana üyməsi ekip satadı. Üyümdə mi o vaxtda? O vaxtda bir nəsə yok, bazar satardı. Ekip satadı. Keyin işki mən də qoyamam maşını. Zapas getirdi, geçdi alıp getirdi üyümdən. Yani siz adınıza ötürüp almalısınız, yetişetmeyəsiniz. İnan sizden başlasam adımı ötürmeyin akıl. Bu ilatın balası da ötürme. Şimdi bir daha nasıl adı ötürmek gerek miydi? Keyin hav, o zaman bile dursam başı yok. Hav, ne oldu? Karasak, başı yok. Keyin bardım yak bala. Sonra şimdi başı yok dese bilmem ben dedi. Keyin bildi bayağı kalkandı. Ballarla sorasam ballar işinin bak gitti sonra bu dedi. Keyin apasa kesene varsam işinin bak tuttu sonra davay desem yok benim balam yok da başladılar. Siz ucu minustasınız ucu. Ne tamam takır. Rusya'ya git öğrendiğine getirdi. Keyin indi ne düşük gitti, motivasiya düşük gitti. Hakiki zor düştü. Düşünese birden bundan sonra uşak görmeyen adam 100 milyon son pulunu bürege 30 tuttu. Ya yok atı tuttu. Tamam oldu. Hayat tükedi. İşletemiz Rusya'ya gitemiz. 100 milyonu almadınız. Alpamadık. O lekin soğutlaştık başka balakamadık gitti. Sen hiç gündürüp vermedin. Hiç gündürüp vermediler. Naşnasa delili hiç vecih yok hadi. Bana hep insan vardı. Delili hem meselesini çıkartıp vergen var. Nişan mı yoksa girip kalasın? Ahır öndürüp vermediler. Yani bala kamalsa öndürüp vermediler. Yok ha. Buldu kamal keldim ben de durayım. İndi ben bilim ben doğrusu yerine. İş kılıp kamaldı. Şu cəli kıyamette alarman da koyupmadı. Şu vaxt alarman hazır gerekmediği ne yapalım? Kıyamette zaman buladım onu. Keyin pul tamam buldu. Pul yok. Rusya'ya temenet duruyordum. İşte indi bir köpü adamı irtek buluşu mümkün. Farsazda yanında doğru hazır telefona metişim mümkün. Bir vaxtı ertelli işləyəm də öz bir də. Ertelləmi işləyəm mən. Oxşa girməzsən əldən danışmasam. Ertelli işlə bir vaxtımda ülkə təşkil üçün Taşkentə yüvərib aladı. Xaladenik bu menecer bulam mən. Taşkentə yüvərgən vaxtda Samarkandlı yine bir menecer bala bilen jorlaşıq qalama. Prosto bir işin ismini salam ələk etdik. 2 gün şurada gazetesada bulduk. Buldu gittim. Keyin Samarkandlı bala Japonya'ya işe gittik kaladı. Yani o vaxtda agent Rumu Novden programmalı buladı onun. Bildiniz mi onu? Ne bu? Yazışar elde. Oldu. Mayla agent Novden program vardı. Şu vaxt şu bilen yazıştıran Joram baktım ya ne desen liste şu vaxt yazı kaldı Rusya'ya gitemem de. Abi Joram baktım niye desen Japonya'da ben ama benim şimdi ahvala düştüm. Ezberim aldı pula mı? Bunun için Japonya'ya gitişin dokumentasiyası ki ne kez. Sen aldığın imkanatı yok. Karesçe bir şey gerek, başka iş gerek. İşte dağ-dağası köpek yani. Əsəmətdim şu özlərimizin tinç Rusya'ya gitəvərəm mən də durmadım. Ağa dedi, sədədə sistema girgən bolsanız dedi. Maşin sistemi ettirdin. Ava. İndən mən satıb verdim. Nə olmuş? Satıb verdim. Hətib padron satıb verdim. Sədədə mənim dedi ilk qoyğan pulum var dedi. Sən $10.000 yüvərəm mən dedi. $10.000 yüvərəm. Qaçan mən Özbekistana barama şu vaxt alasın mən dedi. Madem bunu dedim, ben yine düşüşüm mümkün. Ya olmasa faizi bilen berk bilmez ki mümkün dedi. Faizden yaptığını işletseniz dedi, ağa dedim pul gerekmiyor, vermiyor ben dedi. Pat iş ettirdin. Axı bir mərdə görgən mən. Mən hazıram bağmay, hazıram. Çocuq adamı $10.000 berk bilmən doğrusu. Bir mərdə görüşkə adama. Daha hazıram, vermiyor ben doğrusu. Tanış gerek. Bu var, mesela utat verişim ki, bu mən Xarizmdəki adam, bu Yaponiyada oturan adam. Bu məni öyünmə bilməsə, pul verdi o ki, $10.000. İş almadım başta.
Hozir gap turibdi, bankda Ava. qarasiz. Bankda emas, Samarqandga yuboribdi, ukasini qo'ygan ekan. Ukasi Xorazmga kelib berdi, men bu yerda olib qoldim. Dara bo'yina chiqdim, shu yerda olib qoldim. Endi yana ham ish olaman aytdim. Shunga bu tekanlarimdan keyin pulni oldim. Endi yana tavakkalatdan ishni bosaverdim. Bu pul shunday darajada menga endi denk keldi. Onu bir barakali bo'lib ketdi. Ko'payib boraverdi kundan-kuna. Kundan-kuna arzon mashinalar keldi, odamlar kelib mashina olib yotibdi, nishtir Qo'shko'prda tren teshib ketdim. Eshitadi nima o'tibdi endi bu gap? Uylarida o'tibdi. Qo'shko'prda olib-sotar yo'q. Endi bolalar bir ikki mashina iklab chiqqan, odamlar oldigan, shundan ketib qolgan. Shu bilan ishlar o'xshab ketaverdi. Bir ikkisida tushdim, tushgandan boshqani tushirmadim. O'zim tushdim, zaylaktarimdan ishlayverdim gazini. Karantin boshlandi, karantin boshlaganda dim zo'r bo'ldi. Odamlar Ko'p odamlar zo'r bo'ldi karantinda. karantinda hamma yoqqa o'laman deb chiqib o'tirdi o'yindan. Biza to'g'risi nov bo'lsa bo'ldi deylikdan to'rqa ko'chada yurdik. Uni menga hammani do'la o'tib tashladik lekin. Klient bilan berdingizmi? Yo'q. Klient bilan oluvchi ikkisi bir-birini ko'rmadi. Masalan, mashina egasiz. Siz sotuvchisiz, to'g'rimi? Sizlar ikkingiz bir-biringizni ko'rmisizlar. Sizlar o'lamada bo'lyapsizlar. Tushundingmi? Lekin mashina chaqib pulimiz bor. Bu menga chiqadi. Men bundan borib olib boraman. Ava. Kunda 4-5 mashina. Qaraqalpoq, paraqalpoq ketmedi. U yoq boraman, uydagilarga aytaman, 100 puan bo'lishi mumkin, men bilyapman deyman. Ustimdan sapaman, nima bo'lsa bo'ldi deb o'g'il bola tavakkal. O'zimga dinlatib yurdim. Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Xudoyim men ishga hech narsa bo'lmadi. Shu vaqtda dim zo'r pul ishlab oldim. Taxminan shu vaqtda bir 10 ming dollar ishladim o'sha karantin vaqtida. Endi normal sum 10 ming dollar. Men uchun pul yo'q, adam uchun normal. O'zim ham bo'ldi karantinda. Ava. Keyingi bosqichdan keyin neydan keldik? Keyin shu bilan ustam bor meni, o'zi har bir narsani ustasi bo'lishi kerak. Har bir ishni, masalan, blogerchilikdan ustasi bo'lishi kerak даже. Shu narsa ustang bo'lmasa, shu ishdan bir baraka topishim qiyin. Men o'zimning fikrim, ideyam shuningdan. Shuhratda ham bor, avtoshopni egasi, bilsangiz, shurkam. Shuna ustam bo'ladi. Avval avtomobilda ochilgan edi, keyin avtoshopda ishlab o'tiribdi hozir. Mashina olib sotadi, shuni usta tutdim. Shuni ham yurib o'rgandim, ishladim, xudoga shukr zo'r pul ishladim. Keyin shundan pati oldimdan o'zim Qo'shko'prdan Dinatib yo'lni bo'yida kat qo'ydim. Dan 4 ta mashina bilan ochdim. Yetadi. Üstüne gülediler başta. Yani onun oturuşuna karar dediler, başka dediler. Hazır ama ben negatif okumam. Komentar ummam okumam. Negatif, bu vakti negatifler kulak samam. Negatife kulak saman adam ösmedi. Hiç kaçam. Şurada o. Ama umuman negatif kulak samadım. İyi oturaverdim. Çang olsun deyip keyin bir felakni gerdişi bilen şunu gitti. İşte yürüyüş gitti. 4 maşın, 6 maşın, 10 aşağı biterdi denk. Hazır 700 tane maşinimiz var Allah'a şükür. 700 aş. Oldu gün kalmışı 700 yani. Bir 700 indu şener dehqon bozor, 5 tane maşin bazarı. 5 tane maşin bozor. Bu endi siz o'zingiz sotib olganmisiz yo? Yo'q, buning qarang. Taxminan ichida bir 150-200 o'zimga deyishli bo'lsa kerak menimcha. Puli to'lanib o'zingiz xolos sotasiz. Qolganlari egalaniki. Menikinde sistema bunday. Mashinangizni aka tursiz, 2 million ko'p sotaman bo'ldi. Savdolashib olaman sizdan. Shuning uchun bizani hamma yaxshi yo'l qoldi. Ochiqcha o'ynadim men. Kitobni boshidan ochib o'ynadim. Tushgan vaqtda odamlarni, masalan, mashina brak bo'lib chiqadi-ku, siz pulni berib berganman. Men o'zim tushtirdim-lar, u odamga boshqa mashina berib berdim. Chunki bana shu bilan ishlating, o'zi bilan o'tlashib yurmadim. Hammani ko'ngliga qaradingiz. Hammani ko'ngliga qaradim. Meni ko'nglimga hech kim qaramadi lekin. Bizlarni Xudoy taolo qaratdi. Alloh qaratdi, Xudoy. Ne bilen brat bilen danışımızda. Uning bu tuttu geçti yatma. Uyda qaran geçeden 12'lerden o'tgan. Uyda yatma. Studiyada ishlab yurgan vaqtim vaqti. Blogerchilik ham ketib turibdi. 2000-chi yilda endi? 23 mi? 23 adamız. 23 ekan. 2023. Siz Instagramda yoshi 23 yozgan ekansiz menga. Dapada ko'rdim, mo yozgan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deb yozib qo'ydi ekan. Men endi o'qimayman, o vaqtda odamlar nima bo'lib, keyin turingga podkast uchun chaqiramizda profilingiz yomon tushib bo'lmadi lekin siz hech kim bermadi nomer. O'zi nomeringiz bor edi, postdan telefon qildim. Shuni o'tiribman, короче, o'sha Jamol bormi desam, aytaring, ne gapsiz? Yo'q, o'zim gapim bor edi Jamol desa. Yo'q, eldin ayting, keyin o'ylab ko'r. Yaxshi, men ukasi bo'laman Boburbekdan shunday desa. Hozir bir nomer beraman, shu nomerga Telegramdan bog'lanasiz dedi o'zim.
Keyin uni urdim. Keyin ülkede doğrusu aytsam dedi, Instagram'dan net gör dedi, yaz gör dedi. Shundan Instagram'dan yazdım. Yotibmanga işte. Keyin telefon getirdi. Shuni qo'shiq yozib berishga короче dedi. Keyin bo'ldi dedim. Galaring yaxshi dedim. Men qo'shiq Esalaytdan. Esaladi, Esalaytdan короче shu qo'shiq proftasada jamoalang boradi, o'sha hozir yozib qol dedi. Men donamas edim sizlarni, uni qo'shiq proftasada. Lekin odam 1 2 da eshitganman vaqt. Yaxshi dedim. Keyin eshitni ochsam, qop-qora uzun mashina turibdi. Qo'rqib ketdingiz. Yuragim yorildi, kim ekan bizga elotda yo'q bunday mashina. Shuni ochsam turibdi keyin dedim. Og'alar chiqsa keyin keldi. Shunatib netdik. Ovoz yozdik, boshqa etdik. Keyin videolaringizni ko'rsatdik. Keyin videolarni ko'rsatdik. Men dedi, "Короче, shuni odamman men dedi. Men nima ishlataman dedi. Sen bloger ekansan, reklama etib berman dedi." Keyin bo'ldi dedim. Videolarni ko'rib o'tiribman. Videolar zo'rdan chiqibmiz, ha? Ya Bemo'da ya bir ne bo'lib, o'g'ri bo'lib ishlagan videolar ham bor, kadrlar ham zo'r. Ya kachitosi ham yaxshi, ya o'ynab turgan bolalar ham zo'r ishlaydi. Buni to'g'ri buni ko'rdi keyin askar bo'lib urushib bir narsa aytganlar. Keyin aytdim, "Oqa" dedim, "Boshqa gap bo'lishi mumkin emas." Keyin shu ertangisi kuni reklama dogovor ishlab, mashina donishib ketdik-da. Lekin u vaqtda ozdaniya bitmadi hali. Yo'q, bizda Zdaniya keyin bitgandan keyin ham bordik ikimiz. Ochilishga bordik, sen to'lashtirding qaxi. Noshab cho'lashtiraman. Ko'pdan ochmaysiz. Mikrofonni olib. Og'ay, ko'plar ochqaysiz dedi. O'zi men bu aytsak yo'q, biz so'zlab bilmasak-da, endi konsert qo'y. Ya bir konsert bo'ldi, teatrlashtirilgan, o'shanda bir o'rganishdik. Shu vaqtda vobshin so'zlab bilmasam, qo'lga mikrofon kelsa, deb qolar edim. Keyin chiqimman dedim. Erkakim yur deb so'zlatimman dedi. O'zi shunday so'zlab bo'ldim, endi bunyod dedi. O'shdi shu dedim men. Shundan keyin o'lash bo'ldi. Endi shu zdaniya, og'a, savol o'tali, sen ozancha so'raysan. Shu zdaniya turibdi, to'g'rimi? Bu içinde endi nona bo'lib ketdi. Biz tushunmay qoldik. Может, подписчиклeringiz ham tushunmay qolib turgandi. Giyim ham bo'ldi menimcha podvoli. Pasimiz giyim do'koni o'pdi. Ava. Dan mening bo'ladan biznesga kirgandan keyin boshqa pul ishlash kerak. Pul ishlagandan keyin biznesni tarmoqlashtirish kerak. Maqsad shu. Chunki birisi tortadi. Birisi bombing ketishi mumkin, birisi ertaga to'xtab qolishi mumkin. Shu narsalardan shuning uchun men biznesni tarmoqlashtirib tashladim keyin. Podval optim giyim do'kon edi. Hozir hamma narsa deb tashladik buning ichine. Yani pozudalar ham bor, boshqa ham bor, hech kim hammasi borgan odam ishi bitishi kerak. Bozor bo'ldi haqiqiy. Bozor bo'ldi haqiqiy. Keyin ikkinchi etajimiz oltin do'kon, hasta Qo'shko'prikda yo'q narsa. Keyin nima ochdik? Aeroportda bilet beradi, aviakassa ochdik. Hozir yana bugun taxlab turibdilar bolalar. Hozir ko'rsataman. Nima chatimiz? Bitoy texnika. Bitoy ko'rdingizmi? Yangirini satdik hozir. Hozir buni satdik. Bitoy texnika, keyin Detskiy mirosdik. Detskiy giyim do'koni shuni yozlang. Yuqori restoran, ikki arka etajlarimiz, notarius, GAI, bank. Shuda bitadimi o'zi? Hamma shuda bitadi. Mashallah, shuda bir narsang bitib ketadi. Shuda o'qitar ham ketasiz, yuqorida restoran. Giyim olib ketasiz pastda. Bitoy texnikani hozir endi o'rganishlarni yo'q, olib boshladim. Paka buni minnat qarang. Biznes bir narsani ko'rsataman siz hozir. Akşam olib bordi, Jo'ra dedim, o'zimni Jo'ram, yaqin Jo'ram, hali aytsam tanishlar, Zufarbeykdan yigit. Sendan dedim, Bitoy olaman dedim, menga dedim, bir oy olib berasan dedim. Bu narsa yursa dedim, men sana keyin pul tegaman dedim. Yurmasa dedim, o'zing qatarib beraman dedim. Qatib ko'raman, bo'lsa bo'ldi, bo'lsa yo'q. Shuning uchun shuni aytib oldim doğrusu. Bu ana neda qurilgan zdaniyada ana shu hamma bizneslari joy yetib turibdi shunda. Haqiqatan zdaniya bu. Bu shu zdaniyani hozirgi holga kelganda 1 million dollar pul chiqib turibdi. Yozilib, hisob kitob etildi. To'shdi. Bu yana endi ya banda birinchi etajida mashina turadi-ku, qimmat mashina, Malibu, Tahoe, shin. Bular hozir ham turibdi. Yo'q, bularni olib tashladik, bo'lib tashladik. Bularni olib tashladik. Bu yer shunga moslashganda, xohlagan vaqtda olib qo'ysa bo'ladi, xohlagan vaqtda yana bo'lib mashina qo'ysa bo'ladi. Hozir endi ko'pincha shu bozorlarda sotilib turibdi. Endi bu yer hozir mashina sotiladigan yer emas-da, bu yer o'zi. Bu yer o'zi biznes sentr bu yer. Bu yerda biznes sentr bo'ladi, dokumentlar bitadi, bozorlarda mashinalar sotiladi. Neda shuning uchun ham boshda Qo'shko'pir avtosavdo edi. Profil, keyin Qo'shko'pir savdo o'zgardi. Ha. Yo e'tiborli mana ko'rdim. Yo e'tibor etganimga. Ya boshqa intervyularda hech aytmasak bu gapni, to'g'ri? O'zi ko'p intervyu bermadim. Ya endi baribir, ya istoriyalarda aytmasiz o'zgarganini. Yo'q, aytmadim. Boshqa odamlar shuni deb aytdim axir, shuni o'zgartiribsan deb. Yo'q, hech kimdan so'ramadim, hech kim. Ko'rdingizmi?
Gördün e'tiborni? Men shu vaqtda e'tibor berganman-da, Qo'shko'pir avtosavdo edi. Keyin Qo'shko'pir savdo o'zgardi. Boshqa bizneslar ham ko'paygandan keyin. Keyin onang Kasr. kasrni so'rayajak edim. Yo, bir Qo'shko'pir odam aytdi avto, Qo'shko'pir transport, avtosavdo restoran. Shuni restoran kasri. Kim tuzdi uni? Buni podpischilar anlatmagan. Men e'lon qo'yganman, shuni menga yordam beringlar deyapman. Shu bilan podpischilar kassadab qo'ying, Qo'shko'pir avtosavdo restorani deydi. Shu bilan ketgan. Endi bir odamdan chiqqan fikrmi hammasi bir aytib chiqqanmi? Bilmayman endi. Shu vaqtda qaysidir meni obunachim aytgan uni. Endi hozir qassini 3 dona filial ochiladi. Birisi xudo xolasa Qozog'iston tamojnin tiyindan yer olib ko'pmiz. Bu yerdan katta kompleks quriladir. Bu yerda shuni restoran, gassisa, boshqa hammasi bo'ladi. U yer ham qasr bo'ladi. Ham Toshkentdagi xudo xolasa uyimizdan qurilishi tez orada boshlanadi, u yer ham qasr ko'chadi. Hammaga salom qizlar. Hozir men sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni baribir chekmay, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga aytib o'tgan professional yoga instruktori Dilaram aka o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Raziyeva Dilaram, professional yoga instruktoriman. 8 yillik tajribaga ega. Bu ta'lim bo'yicha Hindistonda ta'lim olganman. Yogani yana boshqa turlari bilan shug'ullanasizmi? Yogani boshqa turlari ham bor. Men aqua yoga bilan ham shug'ullanaman. Bu basseynda o'tiladi. Basseynda mashqlar bajariladi. Bu sog'liq uchun yana dim foydali. Sog'lom ozishga yordam beradi. Yoga bilan shug'ullanish uchun ayollarning yoshi muhimmi? Yoga qatnashish uchun yosh muhim emas. 7 yoshdan 70 yoshgacha qatnashishingiz mumkin. Bu sog'liq uchun dim foydali. Yogaga kelish uchun 3 dona kerakli sabab ayting. Yoga sog'lom ozdiradi, limfalarni yurishtiradi, butun organizmni qayta tiklaydi, stress kamaytiradi. Hammaga katta rahmat, sizlarga yoqimli hordiq tilaymiz. Bizning manzilimiz Karata 7010 qo'lda Medvedni 3-etaji. Yo, podpischilardan qara shunday zo'r ideya chiqqanini qarasang. Men o'yladim ya Isabaku. Sizda yani ishlaygan video gruppalar oshib oladida, shunday ekan zo'r dedi. Qo'shko'pir avtosavdo restorani ekan dedi. Keyin o'yladim, o'qitadim buni dedim, yo dizayn narsani odamni yozib buzib bergan odamga bir 15 ming dollar berdilar ekan, o menimcha dedim. O podpischilardan yengil bitib ketganini qara. Yaxshi, biznesda ozgina so'rashdik, endi mediadan ham ozgina so'rashdik. Endi bloger ham bo'lib tursa, to'g'rimi? Yaqin. Reklama olmoqdirsiz. Reklamlar ham ketibdi arada. Necha so'm istoriya post? $1000, $500 uni arzon ishlanma. $1000 postda, $500 istoriya. Yo'q. Mening odamına qarab. Masalan, ulra kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, $1000. Ana nasatni netib berdik, kuru istoriya aytib beraman birodar, $1000 berdi. Keyin boshqa narsalarni ish qilib men bir istoriya qo'yib ko'rmadim. Men uchun eng kami $1000, $500 atrofida arzon. Durgaga qarang. Dogovor endi u to'g'rimi? Bir oy davomida bo'ladi. Yine mesela akşam reklam alındı. Bir joyning reklamasini natural binani sotib berish alındı. $500 alındı. Akşam sonra akşamımızda satıldı. Hem ben netadan bo'lsam, reklamadan bo'lsam o'zim savdolashaman. O'zim olib biladigan bahoga savdolashib keyin netaman, qo'yaman. Shuni sotiladi. Misol uchun yana bir kiyim do'konimiz bor bizani. Shu siz bilan bir oylik dogovor bo'lib ishlaydi. Misol uchun endi sizning kiyim do'koningiz borda. Ya yaxshi. So'libku ahomniki boshqacha. Listura, misol uchun Listura do'koni bor. Siz bilan oylik dogovor ishlaydi. Bir oyda bir post, 5 istoriya. Necha so'm bo'ladi? Shu $1000 atrofida. $1000 atrofida. Ha, aytdim-ku, shu dogovor bo'lsa kerak. Ularning videolarida kollaboratsiya bo'ladi. Yo'q, men kollaboratsiya qilmayman. Kollaboratsiya. O'zingiz istoriyangizni qo'yib berasiz yo'sha. Tam o'zingiz borib tushib berasiz. O'zim boraman. Bormasang effekt bermaydi. Odamlar o'ziga yaxshi yo'ladi. O'zi ya har vaqtdan bir o'ynatib beradigan vaqtingiz bo'ladimi? Bir nima kerak shuncha kallar? Dam olaymi ekan, yotingmi, bir ikisini yo'qotaymi, biznes misol uchun qarang shuncha narsada tursiz, bunda notaryus mashin, giyim do'kon, posudam qo'shdim deb tursiz, bunda endi bitoy texnika, bunda blogerchilik. Nisha uspet etasiz bu narsalarni? Bir o'zingiz o'xshaydi, yanında. Yo'q, men bir o'zim, meni hech qanday sherikim Xudo quri. Boshqa sherikim yo'q. Hammasi bir o'zim aytaman. Nisha deb? Endi 113 tane adam ishlaydi meni konumda o'xshay. 113. 54 tane adam mashin sistemasida ishlaydi. Qolganlari hammasi. Hamma narsani tizimlashtirganman. Hamma ishim tizimlashtirilgan. Masalan, bozorim bo'ladigan bo'lsa, bozorimda bir dona rahbar, keyin 10 dona ishchi. Men kur rahbarni aytaman. Kamchiligini topaman, boshqa aytaman, rahbar bilan gaplashaman. Rahbar 10 dona odam bilan gaplashadi. Tushundingizmi? 2 dona dokumentchi. Ya sotiladigan mashinalarni oformit etib beradi. Shuni aytib, restoran bo'lsin, qurilishlarim, naji yagona darajada qiladigan ishlarimizdan
Məni bir adam ətib pərəd özü. Yeganə nəşəlik işlərimdən mən sən bir adam ətib pərəd. Həmmə nəsən tizimləşdirilən. Şunu üstə tutulur. Yəni gününüzdə azan bilan başlanış, yəni video çıxarırdınız azan bilan başlanış, videolar bilan, paket bilan, yəni nədir, namaz oxuyub, yəni əzzət edən videonu görüb, inə məsəl üçün şunday baytaqlı ilə azan bilan durdunuz. Primerini necədir? İndi hazır dostlarım, hazır kız gündədir. Hazır Bamdadda oxuyub indi oxuya bilmə. Təxminən 9:30-larda turam. Ozan 4:30-da oxuyum ana. 4:30-da oxulab, 9:30-da. Ne de aldınız ama. 5 saat. Özü mən əvvələm şuna plan edim. 5 saat, 4 saat bundan ki tamam. Xo'p, 9:30-da turdunuz. Keyin nov birinchi nereye borladi? Birinchi çay içəmən. Çay içasiz. Tamam. Keyin birinchi ofisga boraman. Ofisga borandan keyin o'zimni notebookim, kompyuterlarim bor. Shunda bir qator kameralarni ko'ramiz. Keyin havo ne gap o'tibdi, nereda ne gap so'z. Shu an qarab turib, bilmayman, uni rejalashtirib bilmayman, o'zi ketaveradi. Ne, shu bilan chiqib boshqa ketaveradi. Ya, o gapni netganman-da, ya gap ochilib yotdi. Короче, ya sen aytdim-ku bir marta, ya psixologiyada bor ekan-da o'zi. Misol uchun assalomu alaykum, yaxshimisan deb qo'ysa, odam energiyasi kuchli saqlanadi ekan. "Oy, yaxshimisan, bormisan" deb necha odam bilan ko'rishsa, odam lejashi, kuch qochib, energiyasi bo'lib boraveradi ekan-da. Necha odam bilan sizda hamma bilan shunday. Men mashina sot chekmadim, sportni sot chekmadim. Bir narsaga bordik, shuncha odam keldi. Bordik-ku, siz yo'q edingiz, keyin shu og'a keldim degandan keyin keldi, odam bosib ketdi, hamma bilan yurib. Nechik bu ya imkoni bir narsa ichasizmi yo bo'lmasa? Yo'q, ichasizlar. Yo'q, yani energetik. O'zi men вообще energetik ichmayman. Yo'q, shu lenslaşib qolish unday narsalar bo'lmaydi. Men shu sonni beramanda o'tiraman, shuncha energiyadan olasizlar, ma'lum eting bizga. Bu Xudoy taolosi bilan bo'lsa, umidmanman. Yo, hozir endi ko'rib o'tirgan odamlar bu ikkisi narayam bu tasmot siqib o'tiribdi, energiyasi haqida so'rab o'tiribdi. Sizlar ko'rsangizlar, sizlar ham shuningda berasizlar-da. Misol uchun men o'zim yana shu nada Əslikmi. Keyin shu komandada 4-5 bola bilan roqdan aytishib qolsak, urushib qolsak, bir narsa bo'lib qolsa, o'sha yaqin qoladi, hech narsa, yotasing gap qoladi. Bon tarafdan ko'shib pravda savdo borsang, odamlar dolab ustunda bonaga uka, vona ketsan, o ikki yaxshi og'a bo'ldi bu. Oson ish emas deb o'ylayman men. Endi nima deydi? Pul ishlash ansat emas. Shunga ko'nsang pul ishlaysan axir. Shunga chidasang pul ishlaysan. Damni ishatib olasiz o'zi. Damni maydonga ketaman hozirlar. Endi bir hamma narsam yo'lga tushib ketgandan keyin hozir ming shukr, Xudoyga ming shukr, hamma narsam yetarli. Yetarli bo'lgandan keyin endi kur maydonga ketib boshladim. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kur davlat gezaman. Ana 2-3 kun bo'ldi, haj safaridan keldim, katta haj safaridan keldim. Ziyoratlarga ketaman shuni. Boshini Minamandan ko'rgan bo'lsangiz, Tinch okeanda baliq tutmoq ketdik. 24.000 kilometr borib keldim mashinada. Tinch okeandan chiqib baliq tutib keldik. Shunday safarlarga ketamiz. Mashinalarmi? Yo'q, bu ham o'zi buni olib qarasangiz, mashinada haydab, yotib, dungur-dungurda vam xoritadi-da. O'zi yotib, dam olib, oyoq uzatib, mashina yuqorisida nelarimiz bo'ladi? Palatkalarimiz. Qaraymiz, to'xtaymiz, palatkalarni yayamiz, shashlik-pashlikdan qo'yib beramiz, ya xo'shay manzara ko'rsak. Ya bir yer bordi, bir yo'lda botiradik, bir yerini ko'rdik. O'zi to'xtamaslik kerak, o'tish kerak. Qarasak, yo'qimning ko'lning yer, gul bo'ladi, qachib turadi undan ustida. Suv ustida nilufar gul, men nodир gul. Fiyoletiz. Ammo bir xo'shay bo'lib turibdi, to'xtadi ekan-kida, bir kun qoldik. Shuningda to'xtaymiz, qalamiz, ketamiz. Dam olib. Sen ya so'rayman deb turgan. Shu Tinch okean vaqt keldilar rostdan. Чисто Tinch okean. Чисто Tinch okean. Men bu yerda men просто gapni bir o'zi gizlab Tinch okeanmaganda o'ylayman. Yo'q, haqiqiy Tinch okeandan chiqib baliq tutib keldik borib. Yilda bir marta, 2 marta Rossiya, Qozog'ga borib baliq tutib kelamiz. Baliq yakadi unda sizlardan. Ha. Axota, baliq yakadi. Güzel yakmayın inşallah. Yo'q, bu o'zi misol uchun, hammaning xarakteri har xildan, hamma har xildan bo'ladi. Men misol uchun yotib uxlasim kelaveradi ko'pincha. Bu baliq tutmoqqa borsak, men uncha yoqtirmayman baliq tutishni. Borsam, ya dungur, haydan mashin, yana bir narsa, bu xoriman deb o'ylayman. Bir yotib o'zi. Endi menga ishda shu ekan. Ya yotib, uxlab, bir narsa deb, o'zimiz ko'chalarda yurib, bunday narsa. Yo'q. Futbol o'ynayman. Futbol o'ynayman. Futbolga boramiz. Futbol o'ynaysiz, dam olasizmi siz? Dam olaman. Futbolni PlayStation'dan o'ynayman, o'zi bu xonamda ko'rdingizku ekanlarmi? Hozir komfort joyda qo'yibman, PlayStation'lar hamma narsa bor. Futbol o'ynaysiz-da PlayStation. Tashashamiz ekan. İçmaysiz axı. Yo'q, umuman. İçmayam, çekmadim. Nos ham chekmaysiz, sigaret ham chekmaysiz, hech narsa. Yo'q. Qizlar bilan endi Yo'q. Yo'q, axir. Nima tursiz? Yo'q, ozgina o'zing bilan ko'r. Ribalka tabiiy.
Yo yo. Gap bo'lishi mumkin Endi emas. endi appak emasmiz vaqtida yeganmiz, yeganmiz. Yo'qlik hozir to'xtatamiz. Hozir shu shukur etib, Ha. deygin. Shu hozir ku ne? Dünya gezamiz bo'lgani. Ya videoda chiqadi-ku qizlar. Mashina olaman deb. Hozir negativ o'g'lab qo'ymi? Ya bir vez deysiz men podarik xotiniz tarafdan. Ya ne şu Hali vaqtida meni xotinim zo'r. Ha. Onin, dim boshqacha keldingiz. Hali men vaqtda men xotinim yo'q desa ekan. Munning mı keldingiz-da, davom etamiz. Zo'r, doğrusu mesela shuncha qizlar bilan ishlaymiz, xo'shlar qizlar, qizlar boradi, boshqa bo'ladi. Baribir ayol kishi baribir rashkatchi kerak-ku. Yo'q, tushunadi, xudoga shukr. Gap bo'lishi mumkin emas. Ya uni har vaqtdan bir mingir bo'lib qolishi mumkinmi? Yo'q, bundan bir bo'lmagan hali shu hali. Endi mingir bo'lgan vaqtda Endi endi hammasi sattar ko'p manda ham mana. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi именно shu savolni so'raganman. Nonishati misol uchun значит davlat gazib kepatib tursiz hozir, to'g'rimi? Ava. Bundan oldin chiqib bo'lgan yo'q. Davlat Bundan gazib ish bo'lgan, chunki bu vaqtda undan oldin davlat gazishga loyiq bo'lmagan. Tushundingizmi? Bu masalan ozgina pul topib kur davlat gazib yursang bo'lmaydi axir. Hamma narsangni kelajakka avlodingni boshqangni bir aniqatib qo'yib, keyin sen arziydi. Menimcha, meni fikrim. Yo'q, undan oldin ishab olgansiz. Davlatlar Undan chiqib Shaymanda Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Çaylik Xotini salami qoldi o'zi. Ağa ishonmaydi odamlar, yaxshi odamlar bor desam. Bular yaxshi odam emas. Estağfurullah. Yo'q, men endi prosta qiyin-a. Keyin, lekin endi Yo'q, sizni baba. Chidash kerak uni ham. Bir narsaga erishish uchun bir narsaga ketish kerak. Albatta. Hamma zo'r bo'lib ketarmidi? Qani chiqqan hamma to'xtam ish joyida zo'r bo'lib ketsa. Baribir keyinda ko'p narsa qiladi zo'r bo'lib ketishni. o'zingizga yaqin bloger shaharda. Xafa bo'lamiz. Ha, biza yo'q ishlamas desangiz ham hech kim uning bo'lib xafa bo'lmaydi. To'g'risini aytaring. Yo'q, sizlar ham qasdama. To'g'risini ayting. Hammasini yaxshi ko'raman. Hamma blogerni Xudoyi hammasini yaxshi ko'raman. Chunki uni mehnatini, qiyinchiligini odam o'ylaydi. Masalan, necha $5 aytib ko'pman. Menga endi qiz ham yo'q hozir to'g'risi. $5 berib borganim arzimaydi u. Lekin shuni mehnati shunga loyiqligi uchun aytib ko'pman. Sizni shu narsaga yetishingiz, boshqachingiz shu chaqirganingizda men xursand bo'ldim. Bu darajaga kelishingiz, mehnatingiz, hozir uxlamay o'tirganlaringiz, shuncha bola masalan. Doğrusu bu teyinde adamlar o yandan öyle dedi, dedi $5 aldı dedi, ana dedi, tukuru dedi. Bağlı salam aleyküm dedi, $5 işledi dedi. Hepsini yok dedi. Onu doğrusu hem mesela hürmet edemem, hem mesela yaxshi ko'raman. Ya, bir savol bor. Ya, videoda chiqdi ustining. Mashinasi tekshirdilar-ku. Shoh mashina orqasida ya, yo'q ko'rsatib qo'ymaydi. Aytolmadim. Missang. Aytsa shu vaqtda aytadi-da. Ya, skirk tashimiz pulmaydi? Aytmayman. Nimaga? Bir boshqa. Hozir shu mashinaga Bu mashinani sotmadim. Ağa during desa. Bu travers shu vaqtda bizga yaylab borgan travers. Yo'q, yo'q, buni hajdan kelishman balla padar ketib berdim men. Aeroportdan tushmay kelib ko'p ekanlar, rahmat hammasini. O'zlari padar ketib. O'zlari padar ketib berdi. Siz bir tim pul to'lamadingiz bu mashina. Men bir pul to'lamadim. Shuning zo'rada ko'paysin iloyim. İşler, sağlık işler. Shayir. Şirketler. Shogirdlar. Axir 113 tane, qara har qaysi 2 million 3 milliondan Yo'q, tashlangan. yo'q, mashin sistemasida. Bu meni 54 tane adamın mashin sistemasında. Kanalları başka sistemada oldu. 54 Bunun adam. alakası yok. 54 adamın nesi bu? Shuning shogirdlar ko'paygan iloyim. 54 ham, bir 10 milliondan tashlasam, ne degan pul ketadi u? Ahırki vaqtda bo'lmay, qachon o'zim üstüme puluma giymaganim, başka narsa alganim yo'q, doktorsiz. Hammasini men bolalarim padar ketadi. Pula o'zi sotib olganim yo'q, yo'q. Abetim, hozir ham ovqatlar keltiraman, unam shagitam ovqatlar. Lekin shuni yarasha mana endi topib turibdilar. Zo'r pul topib turibdilar, chunki berish kerak. Bersangiz beradi. Bermasangiz bermaydi. Bu ya Qo'shko'proqda savdoning oborotlarini aytish iloji yo'q. Yo'q, buni hisob kitob chiqarib Hisob kitob etib ham bo'lmaydi uni. Mana qarang, bugun 27 dona mashina sotildi. Bugun 27 dona mashina, xo'p. hozir sezon emas. Bizning rekordimizni ko'rganmisiz? 46 mı? 56, 49. 49. Bir gündən. Lekin shu kuni 51 bo'ladi. 2 donasi geyishda biz uxlagandan keyin sotildi. Ha. 51 bo'ladi, 49 bizning rekordimiz. 49 mashina bir kunda o'ylab ko'ringiz.
Bunun dokumentasyası, başkası. Puli buni. Bunun pulu hesap kitap etip miydi? 49 milyon, 9 danani 49 mashina. 2 milliondan hisoblasangiz. 2 milliondan girer hali o'zini ya o'zi sotib olgan O'zbek biz mashina. yaxshi beramiz, bir Aa, davom puli bor. 80 million. 80 90, 98 milyon bo'ladi. 98 million. Xudodan bergan. Endi birovlar balkim hammasi 2 dan deysiz axirang. Endi birovlar birdan ham bo'lgani bor, zarar ham bo'ladi. 5 million berib ketgan ham bo'ladi. Unda hisoblab qo'ymaydi. Plus minus hisoblab qo'yarasiz. Onun ichidan nalog to'lanadi. Ishchilar Hisoblidi, brat hisoblidi uni, prosta aytmaydi, hammasini biladi. Aytdik-ku, Hamazon bilan borib kameradan tekshiraman dedi. Hamma narsa ana shu borgan vaqti. Endi bizlar o'zbekmiz. Ba'zi birov kishisidan ko'ra qiziqamizda. Tем более ko'sh yaproqda savdo. Meni oylik daromadim 10 million so'm. Boshqasi men bilmayman. Shu 10 million so'm oylik beradilarmi? Shunga o'xshaman. Nada, dokumentda. Ava, bo'ldi shu. Siz o'zingiz ishlab kirasiz qilasiz. O'zi ishchiman-ku. Aha, yoshimni degan giring bo'sha giring u. Yoshimda ishchi bo'ladi o'zi. Men og'am o'zini do'konni ishlab kirasiz qo'ydi. Ozon bilan borsak, hamma o'zimiz shirsak, boshqa etsak, ishchi bo'lamiz. Ya, o video chiqqan qaqi. Sen kimsan desa, direktorman deb qo'ldan yuttiradi-ku. Mashinaga gap berib. Mana shu hisob kitob aytish kerak edi. Orqaga ikimiz qolgan vaqt endi ha. Syomkalar bo'lib. Hammasini. Dim pul, birovni puli, kalkulyator ketadi o'sha. 500 million esa 500 ga ko'paytirib. Gap bo'lishi mumkin, o'zaro energiyangizni ko'zlamasang, ishlaringiz rivojlan borarsa bu biz ham motivasiya olamiz ko'rib, lekin действительно kutilmaganda ko'pchilik menimcha sezmay ham qoldi. Bu o'zingiz bilasiz, uni tendanchalik mehnat etganda, boshqa etganda. Bizlar ham aytganingizdek, chiqib yursa, bu ingiliyati birdan bo'y ketdan masalan deydi, lekin umuman bu mehnatni bilmaydilar. Aytib o'tirdim, nadan yedi ishlayapman. Hali aytilmay yoddan chiqib ketgancha mehnat bo'yicha, to'g'rimi? Arteliyatdan chiqib ketib o'tiradi misol uchun. Yine aytam hozir. Ne deydi? Savol beradi. Sen deydi, boy ketding jo'ra deydi. Deng do'stlaring masalan 35 yosh bo'ldi. Masalan sen 35 yoshga kirib, navlar erishding, sen deng do'stlaring erishmagan deydi-da. Shunda menga savol bersalar nima deyman, bilasizmi? Sen navlar erishding desa, belariga, grija, oyoq og'rig'i, tushundingizmi? Kallarigi, shu narsalar yotibdi o'tganda. Shu narsalar erishdik. Pul bo'lgani bilan bilan tarafda nima bo'ladi-da? U oshayotgan kasalliklaringiz bor hozir. Belim og'riydi, oyog'im og'riydi. Sizlarga aytmayman, farzand bo'lib bilmem baribir. O kreslo aytganingmi? Yo'q, bo'lmadi. Shu uchun ham o'tiribman. Nima bo'ldi? Bu gapingizda rastrim jambo. Mana bu vaqtda uni bir qoltirdi, uni odatlar chiqarganman. Asab tololar uni bu ketganmi? Ije shorib yotganda. Axir shundan boydi deydilar tabiiy. Ya biz uni boy emasmiz-ku. Ya. Zo'r. Oyoq qo'limiz sog' ota-onamiz bor, bizdan boshqa boy. Yo'q ham. Shuni ortiq boylik kerakmi, to'g'rimi? Albatta. Ketdim. Yardiz, Yomon ketdi, reklik. Rekchalik. X'da aytadingiz. Ha? Sotildi bu. Ikkini aytadimi, ikkisi ham sotildi. 2 dan aytadingiz X7 dan. Birisi qorasi, u yanada qo'yganim edi, keyin yaqindan buni ekkanim. Keyin bir sana ne dedingiz ya? Bir uy bilan, joy bilan, yer o'rni bilan dedingizmi? Bu to'rtta u. To'rttamadi u. Hozir joy ham olib sotamiz-ku. So'zi ya plan bo'ladi-ku. Biz shuni gaplashdik-dan tuning Bobur bilan. Uy qurish ham ban planda? Yo'q, menga uy qurish yoqmaydi. Bundan ko'ra yangi nalarim Olib sotar. Yo'q, ya'ni pul kelib turadigan narsa, yani qo'limda odamlar ishlashini yaxshi ko'raman-da. Masalan, mendan orqamdan, masalan 10 odam non topib o'tirsa, yana gizib o'tirsa, shu narsa kerak menga. Don qursang, pulni ishlasan, bo'ldi. Dam turmaydi u. Ava, men dam turadi vajaqada. Endi har kim o'zini bir yaxshi ko'radigan vaji bo'ladi-ku. Don qurish yoqmaydi. Shuning uchun bu narsa aralashim men ham. Ya shuni ya shu vaqtda shu videoni ko'rgandan keyin keldim. Shu mashina bilan bir yer o'rni almashladik. Yaqinda don qurishimiz ham mumkin dedingiz-ku. Kurjakadim. Don boshlajakadim. Keyin shu qo'ydanim prinsipidan qochmang dedimdan sotib berdim uni. Lekin arzon bahoda uy chiqsa olib sotib beraman. Don emasdan, tayyor daraja bo'lsa. Kel argamda emas, ishlamas. During. Boshini sanali, novu ishlaringiz bor hozir shunda, короче. Detailing bor. Ishlatib turibdi. Detailing bor, mo'ykam ishlatib turibdi. Keyin yangi Kamerasi zoy, nima deydi? studiya ishlatib turibdi. Studiya ham ishlatib turibdi. Studiya ishlatib turibdi. Keyin oltin do'konimiz bor, bemalol. Kiyim do'konimiz bor. Bitoy texnika, bugun ham xudo xolasa ochdik. Детский мир, sport do'kon, keyin yuqoridagi endi restoran. Meniki endi.
Yoki bir kichkina var. Mashina olib sotish. Mashin. O, sen kimdi? Keyin uy olib sotaman dedingiz hozir. Ha. Uy ham olib sotadi. Sen bir aytayım mı? Oğul baladan o iş yataman, bu iş yataman da oturmuyordu. Pul kalanını bu iş bu satarım ben. Tünü gün her vaktamır bilseniz, böyle görgenmesi yok mu bilmiyorum. Neye geçik duramam, araba yetereme geçik duramam. Tünü inanam, bazarda yürüp araba yeterem pul işlerdim. 400 bin son pul işlerdim. Kontent uchun bu. Kantet düşünmez. Üzüm için işlerdim. No. Posa koymadım bunlar hiç kasım. 400 bin son işler aşağıda işte bir gün ama belki gittim. Bu yana bir Kibir bulması için. Bende kibir yok. Sındırış gerekmiyor mu? De ki şu işler tutuş gerek. Ana bir dola bakayım. Ötki yıl Nüks'e bardıktan bir somsuz barıp Nüks'te moy keçilik yapıp bu işlek geldik. Yok onu video atıp yalanmısınız? Video atken lekin posa koymam ben başkasına. Kroy'u gör. Ava. Yazat sürüp arasından bir sen mabada Yok ne olmaydı. Abi yangilik oldu lekin az toza görüp oldu. Bunu mı biledi o? Bunu ne işler şimdi? Bize bilmeyeceğimiz var. Aşı azam bilen tursam ama eğer nerede sihir mundur olmasa özüm alıp sihir bürüyorum ben. Yollandı. Hammaga salam qizlar. Hozir men sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni berib o'tchakman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga aytib o'tgan professional yoga instruktori Dilorom apga o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Raziyeva Dilorom, professional yoga instruktoriman. 8 yillik tajribaga ega. Bu ta'lim bo'yicha Hindistonda ta'lim olganman. Yogani yana boshqa turlari bilan shug'ullanasizmi? Yogani boshqa turlari ham bor. Men aqua yoga bilan ham shug'ullanaman. Bu basseynda o'tiladi. Basseynda mashqlar bajariladi. Bu sog'liq uchun yana ham dim foydali. Sog'lom ozishga yordam beradi. Yoga bilan shug'ullanish uchun ayollarning yoshi muhimmi? Yoga qatnashish uchun yosh muhim emas. 7 yoshdan 70 yoshgacha qatnashishingiz mumkin. Bu sog'liq uchun dim foydali. Yogaga kelish uchun 3 dona kerakli sabab ayting. Yoga sog'lom ozdiradi, limfalarni yurishtiradi, butun organizmni qayta tiklaydi, stress kamaytiradi. Hammaga katta rahmat, sizlarga yoqimli hordiq tilaymiz. Bizning manzilimiz Karata 7010 qo'lda Medvedni 3-etaji. Biznesmen men ham endi ko'p biznesmenlar bilan ishlashaman-ku, reklama etamiz, boshqa etamiz. Biznesmenlarni ko'rsam bir 10-15 biznesmenlar yig'in oladi. Shu shaharda hozir yaxshi yurib turgan, yaxshi o'zini brendini ko'tarib turgan, yaxshi biznesmen og'alar hammasi yig'in olib, o'tirib, bir yere borib, bir shunday bir muzokaralarni aytib, bir narsalar maslahatlashib, shuni ishlatadilar-da. Lekin siz ham misol uchun kichkina biznesmen emassiz. Uni hamma biladi, menimcha Viz Xorazm biladi. Nechun shunday bir o'zi shunday bir narsalarga o'tirishib, biznesmen jo'ralar bilan ko'rishib, yig'in olib, bir maslahatlashib, uni yo'lab bo'ladi. Hammasini doniman, hammasi bilan yaxshiman, lekin yo'q, buning Muvaz yo'q sizdan. Sizda shu shart tars tur. Geri balka. Birini biznesini qiziqarmak bana. Bunga qiziqman ham. Men o'zimning shaxsiy hayotim, o'zimning shaxsiy yo'lim bor. Shundan ketaman. Ularning qiziqman ham o'tirman. Hammasi bilan jo'raman lekin. Endi nima deydi, o'tirishamiz desak, safidan qo'shsak bo'lgan ko'p. Shuncha aytib qo'ydim, siz ham kichkina biznesmen emassiz. Masalan, qo'shilaman desangiz hech qaysi yo'q, sen qo'shilman deb aytolmaydi. Shunday qo'shilib bir narsalar sizda ko'rinmanda. Yo'q, bu narsa kerak. Men shu yuruvering 8 bo'ldi. Aytdim-ku, krossovkalar ham ketib bo'lmaydi ekan. Yo'q, krossovka aytdim yurgan. Ya, krossovka ketib bo'lmaydi ekan desa, men kallam Dubayga krossovka. Men shu turma, ya bir yere ketaman dedi-ku, o'ylandim qozoq ekan. Qozoq, krossovka ketib bo'lmagan, nera ketib bo'lmagan deb o'ylanib o'tiribmiz biz. Ya, g'avashi gap bo'lishi mumkin. Menimcha videoni ko'rib o'tirgan yoshlar ham, yosh kattalar ham zo'r motivatsiya bo'ladigan gaplar o'tibdi. Endi ko'p odam aytadi, endi yoshim o'tdi, 30ni o'tgan odam aytadi, o'zim 35ni o'tgandan keyin meni yoshim o'tdi, endi bolalarim aytadi. 55 yoshdan milliarder bo'ldi bak. Shu yosh, yomon chiqibdi lekin senda bir o'zing biznesmen virtuallashib qo'yib yapashlar. Gaplashsa bir vajda chiqadi axir. Shuni aytchakadingiz, xato, shunga fikringiz nechki o'zi yani? Umuman xato. Yine mesela meni hozir aytadilar, hech bosh yetib yurganingiz o'rganadi. Mesela qizlar bilan video qo'yaman, ko'rasiz. Har xil video ishlayman. Jilishga matib video ishlayman. Sizga o'rganaman. Umuman qaraman biron gap bilan. Birinchi marta o'rganaman deydilar, keyin ustidan ko'radilar, keyin yosh ketadilar. Keyin yoqib boshladi. Audioda qichqirishib o'tirib turolmam, bu trekida o'tirib ishga qaradi deydi. Xuddi. Doğrusu keyin hozir ham yoqadi. Hozir ko'raman men. Deyishni o'zim sizlarga paxta qo'ysangiz, men sizlarni ko'raman, kuzataman. Rahmat.
Rostdirim. Shuning uchun yosh kichkinalar ham, yosh kattalar ham deb turibman-da. Shuning uchun yosh kichkinalar ham, yosh kattalar ham iloji boricha shunday motivatsiya berib, yana Jamoliddin aka bir yerda o'tirib 2 soat, 3 soatlab bilan so'zlashib, o'zining hayotini misol aytib bergan. Noldan keldik axir biz. Cho'nqirdan keldik bugun, to'g'rimi? Bugun cho'tkida bo'ldi uning. Konkret 0 aytdi. Konkret hamma narsa 0 aytdi. Nechun bu narsa o'zi bizning endi podkastning narsa bir fikr tashab o'zimizcha fikrni yechib o'tirsak, bizani podkast yerlardan o'natadi-da. Zo'r podkast bo'pti deydi-da. Lekin biz bugun men o'zim qiziqadigan narsa, men qiziqib turibman, boshqa xalq ham qiziqadi-da bu narsa. Neden paydo bo'lib ketdi birdan qo'sh ko'proqda savdo? Birdan neden paydo bo'ldi degan savollar yana sizlarga yechimi, javobi Glavni yaqin shu ko'ring shu. Birovni gapi, qaramaslik. Endi xalqning gapidan chiqib bo'lmaydi, lekin tamom xalqning gapidan qaragan bo'lmaydi. U qarasang ishlamas kerak. O'tiraverishga uydan chiqmaydi. Lekin uyda chiqsang bir so'm bermaydi. Albatta. Men bundan so'ng uydan chiqib o'tirsam, bizning gapimizga quloq solib bir so'm bermaydi hech qachon. O'zingni bilganga bosaverish kerak. Birsi o'xshamasa birsi o'xshaydi. Voy, u o'xshaydi, bosaverish. Lekin omadli odam ekansiz. Shuncha aytib bergan gaplaringizdan o'zi ishlarga bir-biriga qarab, to'g'ri kelib, bir narsa bo'lib. Endi tenda mehnat ham bahoga. Yo, mehnatdan ham boshqa Rossiyaga ketib o'tiroqda, yani 10 ming dollar Yo'q, yeganda u omad u. Keyin shuni yana bir narsa aytib beraymi? Men ham Xorazmliklar mardligini aytib beraman. Xorazmliklar mardmiz bizlar. Shu jo'ram Rossiyada edi, sizni podpiskangiz bo'lishi mumkin, ko'rishi mumkin. Jo'ram Rossiyada o'tirdi, Yaponiyada o'tirdi, uyindagilar keldi mana. Nexus 3 bor edi. Nexus 3ni keldilar, avtomat Nexus 3 edi. General ketchagan. Endi o'sha narsa ular oilasi bilan yaqin bo'lganman, mendan boshqa olmaydi-da ular. Geldi, ben aytdim, Nexus için kilitledim. Unda qara Gentra 23 paket. Hamma narsa bor Gentra. Bu sana podarka dedim. Defamda Xudo debdi, ana, mo'j ko'rgan. Men ko'rdim uni. Videosini? Ya ko'rdingizmi? Podarka dedim. Ha, mo'j ko'rgan bo'lsangiz mumkin. Endi bu Gentra mendan sana podarka dedim. Bu narsani Xorazmlar, naqal güch ku. Lekin bu lekin yaxshi podishga. Bir Gentra vaqtda. Havo, bir Gentrani kim podarka etib beribdi? Qiyin u narsa o'ynatmang. Keyin yana bir narsa debdi. Aytib o'tganim yaxshi shuni. Shu biznesning pul kelishini tiyinda bo'lmang, sadaqa yotadi. 100% javob yotadi. Nechalim sadaqa bersangiz, shunchalim ko'p keladi. Yaxshilik etaversang, Havo. Atvet. Masalan, birisini uyga ketdi, shipirni aytib berdik. Bilmaydi shu summa bir kunda kelib qoladi. Shipirni puli masalan. Bilmay qolasan, bir kunda u bechora nechalim ishlaydigan uchun birisine maşin podarka etib beramiz, birisine pressesini etib beramiz. Bu narsani bular Instagramga qo'yilmaydi uncha. Yo'q, bularni qo'yma. Qo'ysang keyin nedan? O'zi Maqtanib pasandan beter ne? Yomon narsa ya, mesela pressa bo'joqlar Instagramga ko'p beraver deydidan. Buni qo'ysam bizning biznes akkaunt. Men ko'p bilmayman, o'zim xijolat bo'laman o'ylayapman-da. O'sha narsani men ham to'g'ri tushungan. Mendan ko'p telefon keladi-da, kunda men shu oilaviy sharoitim bunday ekan, uni video qo'yib bering. Ko'p blogerlar shuni dedi. Bu biznesimizni bizdan orqaga tortadi. Nechun degan? Chunki men ko'rib o'tirmasdan shu narsani qo'ydingiz, ichim o'chdi, yaxshi tashladim. Yana ko'rdingiz, keyin ko'rmayman. Aytdi, men yana shu narsa qo'ydim bundan. Bu bizani masalan mashina ko'rib o'tirganlar, shu narsa qo'yaversam, keyin ko'rmaydi-da. Biznesga ta'sir etadi. Men shu o'zim unga yordam etaman, lekin shu narsani qo'ymayman doğrusu. Shu mendan xuddi shunday narsa, shu telefon kelaveradi. Yaparalari sökünüp mi beradi? Sen dedi qo'yib bersang, urush ketadi telefon. Xalasan qo'yma, xalasan qo'yma, shunday shuni aytaman keyin. Keyin analar chiqqan hozir. O'z oilaviy sharoitim, zakonni ham narsa. Karta qo'yadi просто. Telefon urib, Koreyalim, Yaponiyalik balam pulni berdingizmi? Tamam, bermaganman. Shu vaqtda berdim. Ustuna pul qo'shib beraman desam yo'q degan. Ha, pulni berib turib keyin Gentra poda. Ha, yo'q, Gentrani yaqinda podarka etdi bali. Pulni shu vaqtda bergan. Uni shu bu taxminan 1 yildan keyinmi, 1,5 yildan keyin keldi u. Shu vaqtda jora dedim, hozir pulim ko'p dedim. Endi ustidan necha so'm qo'shib bering desam, yo'q dedi, kerakmaydi dedi. Menga 1 so'm qo'shib bersang harom bo'ladi dedi. Men o'zini ber dedim. O'zini berdim, yaqin deganda Gentrani berdim. Bu dedim, mendan podarka etdi. Bir chapak kerak. Bruzilnikini aslan qoldi. O'rtada bir savol. Gentra Nexus 3. Cobalt dedi. Bilibman, Cobalt dedi. Gentra Nexus 3. İkisinden mi menimcha Gentra? Lekin aslında ya verini bize ya kamera uçib turgan vaqtda gaplashdik. Yo'q, ben o'zim aytaman-da, Abdusha aytaman. Libo mashinadan men uchun Cobalt zo'r. Cobalt. Ha. BMW'dan ham Mercedes'dan ham. Endi ular o'g'lini biladi, lekin Cobalt zo'r. Qo'rqgan qarama. Nechun desa, buni biriga bossang ham ishing o'shmaydi, qirchib Чистый joyda, erkak chistый. Men Cobaltda nega borganman? Sariq qamishga borib kelamiz.
Nere? Sarıkamış degan bag'amiz. Qattiq aytaylik. Zayla gitti. Shunday dedik adam. O'g'ri emas, qo'lashga o'g'ri dedi. Yo'q. Sarıkamış hava endi yerda mumkin emas yerlar bor. Shu yerga Kobultda boramiz. U yerga bormay, telefon mashina berib kelibmi u yerga? Shu yerga Kobultda boramiz. Bereni qo'ysak bo'ladimi? Qo'yaveringmi? O'tib qoldim ko'zdan. Borganman ko'zdan. Ya Nexia 2 deydilar, Nexia 1 deydilar. O'zbekning eshagida fadan yaxshimi Cobalt unda? Hava. Endi odamlarda komfort ham kerak axir. Endi baribir 10 yer ham bor-da. Har kim har xil vkusi, har xil ko'rib tursan-ku, misol uchun chetga ketib dam olaman, beda ko'rib bol tutmoqqa ketaman, misol uchun yotib natijlar yo'q, misol uchun. U deyani og'am Cobalt ekan. Ben Cobalt. Cobalt ekan. Misol uchun Gentra ekan. Zo'r Gentra, men Gentra emas emasman. Komfort, shuna saxaladinklari Ma bor. yo'q, Gentra emas-ku. Kabesh ekan deb bilasiz. Endi qabishamma ekan endi bo'lsa. Men Cobalt baribir. Netimman, qaytaman. Shunda haydagan mashinalaringizdan bir sanab o'taylik. X7dan boshlaylik o'zi. Yo'q, X7. Bular sanab qo'ydilar endi. Eng qimmatlarini sanalyapsiz. Ana yaqindagi Toyota Segway'da mashin o'zi salon bahasi $180 ming turadi. Yo'q. Keyin Hisoblab bilasizmi? X7 $155 ming turadi. X7 X7 da var. Baştaki ağalım $100 ming edi, keyingi ağalım $155 ming. 3 bo'ldi yana. Keyin Toyota $75 ming. Trosotya $100 ming. Keyin mashinalar mindim. Travers ham arzon mashina emasmi? Travers $55 ming mesela. $55,000 Travers. Travers arzonmi? Ana 55 ming arzonmi? 700 milliondan ko'p bo'ldi. 700 milyon so'm. 200 mingni eshitib turib 55 arzon deb deyildi. Şunu köp pulli mashina. Keladi, ketadi. Taxodan ne gapsiz? Yo'q, dum yoqbilmadim. yoqbilmaydi. Mashina doğrusu aytayım. Eğer hiyda deb mesela Cobalt bilan Taxoni qo'shsam Cobalt bo'ladi. Javob yo'qmi? Taxodim yetmaydi. Yo'q. Вообще Petriymi? Yo'q, benzin uchun emas. Вообще mashina puldan so'yish emas, umuman. Neudobniy. Neudobniy, qattiq, bo'kchi beradi, kaprizniy. Ish qilmoq edi. Asa? Bir dam olamiz. Suhbat ham. Tamam. Og'a, zakoniy bo'ldi menimcha. 2 soat 4 o'xshaydi. Ajoyib bo'ldi. Bir endi oxirida birdana bir yoshlar uchun bir motivatsiya degan bir fikr bildirsangiz, yoshlar uchun chiqib ketirganlar uchun baribir sizga qiziqadigan ko'pchilik bizga motivatsiya. Masalan, imin. Toza biznesmen. Ishingga bering yana. Shu bolaga bir motivatsiya yomonati. Qani endi u yamin qoldi. Ishingni mashinadan ko'rding. Mendan yoki guringchi nima dedi ya? Uch takrorlayman, to'xtamaslik kerak, birov gap bilan quloq solmaslik kerak. Masalan, ya undan bo'ldi, bundan bo'ldi. Motivatsiya debki bir odamdan aytaymi? Bir misol keltirib beraymi sizlarga? Endi yaxshi bo'lsa ham yomon bo'lsa ham, men yaxshi ko'raman uni. Boshda masalan har xil gap so'zlar chiqdi bilasizlar. Har xil videolar chiqqan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Men shuni aytaman, oddiy misol aytaman-da. Qaytmadi. Ketaverdi, bunning dedilar. Hozir bormi? Kerak bo'lsa do'konlarni ochilishidan chaqirib bitdilar uni. Innovatsiyasi. To'g'rimi? Endi Xorazmcha aytganda unning qiz bu dedilar, ko'p aytdilar-ku. Hamma aytdi, videolarni chiqarib berdilar uni tushirish uchun. To'xtamadi, qiz bola bo'lsam, hozir bir ulug' do'konni ochilishidan chaqirib turibdilar. Masalan, yaxshilar motivatsiya. To'xtamadi, yon bana qaramadi, ish bosdi, tamom. Yangi bosqichdan o'tib olish kerak. Qara yeridan. Yiqish kerak bir karvishni. Ha. Aytaveradilar, hech kim pul bermaydi-ku. O'zingizda yatsangiz, bir so'm bermish, sen deydi, men deyman, uyingda yotding, aqlli bola bo'lding, men sana 100 ming so'm deb birov bersa namat berman. Hamma ustidan girishni o'ylaydi. Yotsang onda deydi, 6 deydi, hazrat kuladi. Yanqilab kelsang undatib kuladi. Shuni so'zing bilgancha bosishga tegishli, tamam, to'xtamaslik kerak. Hech kim e'tibor bermanglar, to'rqa aldini. Gaz. Yetib ko'rasiz ishni. Birisi o'xshamadim, birisi o'xshaydi, u o'xshamadim, boshlaydi. Oxiri o'xshab ketadi. Demak, og'a, sizga katta rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sog' Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Shakki yeb o'tiraman jo'nalishimizda kalim, sochim kalim. Hamma rahmat. Like, podpiska bosish yoddan chiqmasin. Tamam, gel ya. Adamı kıcalar kreste.
rahmat. Sağ bo'lasiz. O'zbek kattalarga muxlis cho'qa. Geldi mi bu gap bilmem ben. Jamoasi bo'ldi lekin. Motivatsiya beradigan haqiqiy Xudo odamlar. xolasa tez kunda YouTube'a qo'yamiz. Hammangizga yaxshi xorlik tilaymiz. Nami Dum boshqacha bugun la'natami Nami Dum boshqacha bugun la'natami